Orol fojiasi o'zi nimadan boshlangan? Yerlar o'zlashtirib sug'orish uchun foydalanildi va katta hajmdagi suvlar Orol dengiziga borib quyilmaydigan bo'ldi. Biz nimani yo'qotdik-ku va bu hudud uchun nimani anglatadi? Iqlim keskin o'zgarib ketdi. Ilgari qalin qor yog'ar edi. Yog'ingarchilik miqdori kamayib ketdi. Cho'llanish muammosi bugun qanchalik jiddiy? 15-yildan 19-yilgacha 100 million gektar unumli yer maydonlari yaroqsiz holatga kelib qoldi. Qanday iqtisodiy, ijtimoiy oqibatlarni kuzatyapmiz? Qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish bu yoqda tursa, hattoki yaylovlar degradatsiyaga uchrab, mol boqishga ham imkoniyat bo'lmay qoldi. Har xil kasalliklar ko'paydi, infrastrukturalarga ta'sir qilyapti. Eshityapmiz, mana juda ko'plab bolalar onkologiyasi aynan mana shu hududlarda rivojlanyapti. Aholi salomatligi, aholining turmush tarzini yaxshilash masalalari yuzasidan bir qancha chora-tadbirlar belgilangan. Tibbiy muassasalarni rekonstruksiya qilish masalalari ko'rilgan. Xo'p, ushbu hududda qanday ekologik loyihalar amalga oshiryapti? Qaysi tashabbuslar o'z mahsulini beryapti deya olamiz? Loyiha tavsiyasiga asosan 4 ta tuman pilot sifatida qabul qilib olingan. Olot tumanida 40 ming gektar maydonda saksovulzorlar ekildi. Bu mablag'larni biz ertaga qanday qaytaramiz? Grant mablag'lar asosida yordam berishga ko'proq harakat qilishadi. Bitta loyihamiz borki, investitsiya loyihasi imtiyozli kredit asosida beriladi. Assalomu alaykum. Siz Yashil suhbat podkastini tomosha qilyapsiz. Bugungi mavzuyimiz Orol umidlar maskani. Bu nafaqat halokat haqida, balki qayta uyg'onish haqidagi suhbatdir. Qachonlardir Orolda to'lqinlar jo'sh urgan bo'lsa, bugun esa qumli shamollar kezmoqda. Vaziyat haqiqatda ham shunchalik umidsiz holatdami? Orolni qanday loyihalar jonlantirmoqda? Bu ishlar bilan kimlar shug'ullanyapti? Hududga qayta hayot bag'ishlash imkoni mavjudmi? Bugun biz halokatdan keyingi hayot haqida suhbatlashamiz. Boshladik. Studiyamiz mehmonlari Orol hududi haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'lgan ekspertlar Hojimurod Tolipov va Sobirjon Umarovlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hojimurod Tolipov O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi huzuridagi O'rmon xo'jaligi agentligi bosh mutaxassisi. Sobirjon Umarov O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi bosh mutaxassisi. Orol dengizi hududidagi ekologik fojialarning umuman asosiy sababi nimada? Orol fojiasi o'zi nimadan boshlangan? Orol dengizi dunyoda o'zini kattaligi, hajmi jihatdan 4-o'rindagi katta dengiz bo'lgan. Lekin 60-yillardan boshlab o'sha paxta yaka hokimchiligi tufayli mana Amudaryo va Sirdaryo suvlari bevosita yerlar o'zlashtirib sug'orish uchun foydalanildi va katta hajmdagi suvlar Orol dengiziga borib quyilmaydigan bo'ldi. Buni ustiga yana global iqlim o'zgarishi sodir bo'lishi bu jarayonni yanada tezlashtirib Orolga suv quyilishi keskin kamayib ketdi. Dengiz iqlim ob-havo sharoiti hozirgi kunda dengiz qurishi oqibatida cho'l ob-havo sharoitiga aylandi, ya'ni cho'l ekotizimi vujudga keldi. Ilgargi paytda bu Markaziy Osiyo mintaqasini Sibirdan keladigan sovuq havo oqimi, issiq havo oqimlarini u mo'tadil ravishda ushlab turib, yaxshi sharoit bilan ta'minlab turar edi. Respublikamizda yog'ingarchilik ham bir me'yorda bo'lardi, qorlar ham, o'sha issiqlik ham. Hozir mana keyingi paytda dengiz 95% dan ortig'i qurib ketdi. Oqibatda iqlim keskin o'zgarib ketdi. Bu butun dunyodagi global iqlim o'zgarishi bilan qo'shilib ketdi va bu narsa bizning mintaqamizda yanada kuchli davom etmoqda. Uni ta'siri, buni oqibatida yil fasllari ham o'zgarib ketdi. Masalan, ilgari Toshkent shahrida hattoki qish mavsumlarida qalin qor yog'ar edi. Hozirgi kunda qishda biz juda oz ko'ramiz qorni. Yog'ingarchilik miqdori kamayib ketdi. Hali biz yoz mavsumiga chiqmasdan mart oylarida qanday issiq, anomal issig'i biz boshimizdan kechirdik. Bu o'sha mevalarning pishishiga, boshqalarga ham o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Chunki demak, buni Orolga bog'layapsiz. Bu albatta Orolda bu narsa yana ham keskin tus oldi. Ilgari Nukus shahrida qumchang bo'ronlari yiliga 4 marta, 5 marta kuzatilgan bo'lsa, hozir yiliga 11-12 marta. Menimcha undan ham hozir ko'p marta sodir bo'lmoqda. Bu ochilib qolgan dengiz tubidan mayda qum zarrachalari salgina shamol essa ham chang to'zon ko'tariladi. Xabaringiz bo'lsa, mana 2018-yilda, undan keyingi yillarda qum chang bo'ronlari sodir bo'ldi va Buxoro, Navoiy, hatto Samarqand viloyatlarigacha oppoq tuz ko'rinishida yog'ingarchilik yog'di. Bu
tuz yoqqan edi aslida. Agar o'simlikka u yoqsa ustida yupqa plyonka hosil qilib fotosintez jarayonini buzadi. Undan keyin yog'ingarchilik bo'lgan sho'ri yuvmasa, bu ko'p daraxtlar qurib qolishiga olib keladi. Shuning uchun ham prezidentimiz o'sha 2018-yili Orol dengizi hududiga o'sha Mo'ynoq xalqi bilan borib uchrashganlarida u yerda qurgan dengiz hududida o'rmon barpo qilish bo'yicha qilayotgan ishlarini ko'rib, qum-chang to'zonlarning ko'tarilishini oldini olishni birdan bir yo'li yashil hududlarni ko'paytirish kerakligini o'zlari maslahat berdilarki, mana bu yerda demak yashil qoplamalarni ko'paytirish kerak. Chunki biz o'sha paytlarda har yili 16,000-18 ming gektarda o'rmon ekish ishlarini bajarardik. Vaholanki u yerda hali 2 million gektar maydonda ochilib qolgan dengiz hududi bor edi. Agar biz shu hajmda ekadigan bo'lsak, o'rmonlashtirish uchun 100 yildan ortiq vaqt kerak bo'lardi. Shuning uchun ham 2018-yilda topshiriq berdilar. Hojimurod aka, biz albatta yechimlarga keyinroq to'xtalamiz batafsil. Mana hozir umuman Orol fojiasining kelib chiqish sababi haqida to'xtaladigan bo'lsak, Sobirjon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Orol fojiasi bu o'zi antropogen omilmi yoki tabiiy halokat hammi? Inson omilining ta'siri oqibatida yuzaga keldi. Sovet ittifoqi davrida paxtachilik siyosatini olib borish natijasida Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida katta hududlarni o'zlashtirish oqibatida o'sha Amudaryo, Sirdaryo suvlarini paxtani yetishtirishga jalb qilishda Orolga suv manbai yetib bormadi. Bu yillar davomida o'zini ta'sirini ko'rsatdi-da, oxirgi mana 60-yillarda boshlangan bo'lsa bu siyosat o'sha 90-yillarga kelib u o'z natijasini ko'rsatdi. Hozirgi kunda aynan O'zbekiston hududida suv sathi ko'tarilmayotgan bo'lsa-da, lekin Qozog'iston tarafida ozgina suv sathini saqlab qolishga erishdi. Damba qurilish ishlarini olib borishdi. Ma'lum qism o'sha suv hozircha saqlanib qoldi. Biz asosiy urg'uni Orolqum cho'li hosil bo'ldi. O'sha Orolqum cho'lini yashillik barpo qilish ishlariga hozir asosiy e'tiborni qaratganmiz. Xo'p, umuman mana bugungi kunda Orol dengizi hududi qanday ahvolda? Biz nimani yo'qotdik-ku va bu hudud uchun nimani anglatadi? Orol dengizi mana shu bir avlod ko'z o'ngida yo'qoldi. Masalan, men o'zim mana shu o'rmon xo'jaligida ishlagan paytimda 78-77-yillarda borganimda hali Orolli suv uncha qurimagandi, yaqin edi. Qirg'oq bo'ylarida ko'plab dam olish maskanlari bor edi. Shu yerda loyihalash ishlarini amalga oshirish uchun borgandik. Keyin suv qayta boshladi-da va shu yerda kanal qurib Mo'ynoq shahriga suv keltirib turishdi dastlabki paytda. Ayniqsa 2000-2001-yildagi 2 yil davomida kuchli qurg'oqchilik bo'lgandan keyin Orol suv hajmi keskin kamayib ketdi va oqibatda mana bugungi kunga kelib 90% hudud qurib cho'lga aylanib qoldi. Bu yerda yana bir narsani ta'kidlab o'tish kerak. Hozir butun dunyoda global iqlim issiqligi bo'lishi oqibatida suv manbalari hamma yerda kamayish kuzatilyapti. Buni asosiy manbai is gazi tashlamalarining keskin ko'payib ketgani. Is gazi nimadan hosil bo'ladi? Avtomobillarning soni ko'payib ketganligi, ishlab chiqarishdan chiqadigan tashlamalar, qishloq xo'jaligida, boshqalar bular hammasi atmosferaga karbonat angidrid gazini chiqaradi va oqibatda atmosferada smog hosil bo'ladi. Kisloroddan nisbatan karbonat angidrid miqdori ko'payib ketish natijasida yog'adigan yomg'ir yuqoriga ko'tarilib ketib bizga yerga yetib tushmaydi. Yog'ingarchilik keskin kamayib ketgandan keyin bu zanjir sifatida bir-biriga uzviy bog'liq. Yerga namlik tushmagandan keyin yer beti qurib ketadi. Salgina shamol esa ham chang to'zon ko'tariladi. Hattoki biz ilgari kuzatmaganmiz yoshligimizda. Toshkent shahrida ham mana ayrim paytlarda qum chang bo'ronlari bo'ladi. Namlikning yetishmasligi mana shunday holatlarga olib keladi. Sobirjon aka, mana hozir siz yuqorida Orol qum cho'lining shakllanishi haqida gapirdingiz. Umuman cho'llanish muammosi bugun qanchalik jiddiy? Hozir Hojimurod aka ham aytib o'tdilar. Oxirgi yillarda iqlim o'zgarishi natijasida nafaqat bizning hududda, butun yer yuzi bo'yicha juda ko'p mintaqalarda o'sha cho'llanish jarayonlari davom etmoqda. Oddiy bir fakt, cho'llanishga qarshi kurash konvensiyasining bir ma'lumotida yozishadiki, 15-yildan 19-yilgacha 100 million gektar unumli yer maydonlari yaroqsiz holatga kelib qoldi. Bu degani degradatsiyaga uchragan. Degradatsiyadan keyingi holat bu cho'llanishga boradi. Xalqaro hamjamiyatdan bong uryaptiki, biz aynan iqlim o'zgarishini salbiy oqibatlarini yumshatish ishlariga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni buning uchun nimalar qilishimiz kerak? Birinchi navbatda o'sha yashillik qoplamalarini ko'paytirish masalasiga e'tibor berishni, aynan suv sarfini qanday kamaytirish, ya'ni undan unumli foydalanish, zamonaviy innovatsion texnologiyalarni joriy qilish masalalariga katta e'tibor qaratishni maslahat berish. Umuman olganda mana shu ekologik holat
hududdagi mintaqa aholisi hayotiga qanday ta'sir etyapti, qanday iqtisodiy, ijtimoiy oqibatlarni kuzatyapmiz? Juda siz to'g'ri savol berdingiz. Bu yer degradatsiyasi, bu yerni biologik unumdorligini yo'qotilishi. Masalan, o'sha Qoraqalpog'istonda ham boshqa Buxoro vodiylarida yer ilgari foydalanib kelgan yerlar ishdan chiqdi. Chunki sho'rlanish kuchayib ketdi, suv manbalari yetishmaydigan bo'ldi. O'sha yerda qishloq xo'jaligi ekinlarini yetishtirish, u yoqda tursa hattoki yaylovlar degradatsiyaga uchrab, mol boqishga ham imkoniyat bo'lmay qoldi. Endi bu jarayon yana ham kuchayib boraversa, cho'llanishga aylanadi. Cho'llanish degani bu demak, u yerda hech narsa yo'q, quruq qum muzi bo'ladi. Undan na yaylov sifatida foydalanib bo'ladi, na boshqa ehtiyoj uchun. Mana bugungi kunda degradatsiyani neytrallashtirish kerak, cho'llanishga qarshi kurashish kerak. Hattoki har yili butun davlatlarda cho'llanishga qarshi kurashish, yo bo'lmasa iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish, chang bo'ronlariga qarshi kurashish konferensiyalar, simpoziumlar o'tkazadiki, mana shuni bir davlat kurashib bo'lmaydi. Buni butun dunyo hamjamiyati birlashib bunga qarshi kurashish kerak. Mana Orolli fojiasi hozir butun Orol bo'yi mintaqasidagi xalqlarning turmush tarziga ham ta'sir qilyapti. Mana kasalliklar, har xil kasalliklar ko'paydi, infrastrukturalarga ta'sir qilyapti, qishloq xo'jaligi ekinlari hosildorligiga ta'sir qilyapti. Mana hozir Orol bo'yi mintaqasida deyarli 95% yerimiz sho'rlangan. Biz maqsadimiz o'sha Oroldan ko'tariladigan qum tuzlarni oldini olib, shu Orol bo'yi mintaqasiga yog'ilishini oldini olishimiz kerak. Agar biz shuni oldini olmasak, Orolning ikkinchi fojiasini keltirib chiqarish mumkin. U yerdan ko'tarilgan tuz Orol bo'yi mintaqasi, ya'ni Buxoro, Navoiy viloyatlariga yog'iladi, u yerdagi cho'llarga tushib, cho'ldagi o'simliklarni ham inqirozga uchrashi, tanazzulga uchrashi kuzatiladi. Mana kuni kecha O'rmon xo'jaligi agentligi yana qaytadan tiklandi. Mana bu yerda ham asosiy mavzu qilib aynan cho'llanishga qarshi kurashish eng dolzarb masalalardan biri sifatida ko'tarildi va hozir O'rmon xo'jaligi agentligi va cho'llanishga qarshi kurash agentligi sifatida qayta tashkil qilib islohotlar boshlandi. Umuman mana hozir hududdagi havoning ifloslanishi aytyapsiz, yerni sho'ralanishi, bularning barchasi albatta bevosita o'sha mahalliy aholi, jumladan shu Qoraqalpog'iston Respublikasi va atrofidagi hududlar, ya'ni Xorazm viloyatida deylik, ana shu yerda ko'plab aholi salomatligiga, xususan bolalar salomatligiga jiddiy ta'sir etyapti. Eshityapmiz, mana juda ko'plab bolalar onkologiyasi aynan mana shu hududlarda rivojlanyapti. Bu bevosita shu Orol fojiasi bilan bog'liqmi va bu holat borib ertaga qanday vaziyatni vujudga keltirishi mumkin? Orol bo'yi mintaqasi deymiz, ya'ni Orol bo'yi mintaqasiga Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati, Buxoro va Navoiy viloyatlari kiradi. Ushbu hududda Orolni qurish natijasida zaharli tuzlarning ko'tarilishi, buni natijasida aholini yuqori nafas yo'llarini kasalliklari, qon kamayish kasalliklari, bolalar, ayollar onkologik kasalliklari ko'paygani Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan qayd etilgan. Bu to'g'risida statistikalar mavjud. Statistika o'z yo'liga, lekin ertaga qanday oqibatlarga olib kelishi haqida ham aytilyaptimi, ko'tarilyaptimi bu masalalar? Bu bo'yicha aynan tizimli ishlar olib borilyapti. Nafaqat bitta vazirlik, hukumat darajasida bu ishlarga katta e'tibor berilgan. Xususan prezidentimiz Mirziyoyev tomonidan aynan o'sha Orol bo'yi mintaqasiga asosiy e'tibor qaratilib, aholi salomatligi, aholining turmush tarzini yaxshilash masalalari yuzasidan bir qancha chora-tadbirlar belgilangan. Orol dengizi qurilgan hududiga yaqin hududlarda tibbiy muassasalarni rekonstruksiya qilish masalalari ko'rilgan. Bundan tashqari o'sha aholiga toza ichimlik suvini yetkazib berish masalalari, infratuzilmani to'g'irlash masalalari, mahalliy aholining turmush tarzi, sog'liq salomatligini ko'tarishga qaratilgan. Hozir ichimlik suvi haqida to'xtaldingiz. Haqiqatda ham o'sha hududlarda e'tibor bergan bo'lsak, ichimlik suvi, o'sha jumrakdan keladigan suv juda sho'r. Ichimlik suvi yetkazib berilish jarayoni qanday amalga oshiriladi? Bu ma'lum bir to'lov evaziga qilinadimi? Qanday umuman aholiga yetkaziladi? Bitta narsa misol keltirib o'taman. Mana Mo'ynoq shahri. 5 yil burun Mo'ynoq shahri bir kichkinagina qishloqqa o'xshagan joy edi. Hozir zamonaviy shaharga aylandi. U yerda yangi inshootlar qurildi. Ayniqsa aholi yashaydigan uylar qurildi. Kommunikatsiyalar yaxshilandi va hozir Mo'ynoqqa borgan odam u shaharni tanimaydi. Shu darajada oxirgi 5-6 yil ichida o'zgarib ketdi. Asosiy masala ham aholining turmush tarzini yaxshilashning birdan-bir yo'li bu yerda o'sha ichimlik suvi bilan bir qatorda o'sha ko'tariladigan qum changlarini kamaytirishga qaratilgan. Yashil qoplamalar barpo qilish ham yer betidan shamol ta'sirida ko'tariladigan nimalar kamayadi, keskin kamayadi. Hozir mana 2018-19-yillarda ekan saksovullar bo'yi 2 metrdan oshdi. Yashil qoplama hosil qildi. 6-7 yoshdan keyin shamol ko'tarilish to'xtaydi. U to'liq o'simlik qoplab oladi.
qumchaylarni. Bu shunda ichimlik suviga ham ta'sir etadimi sifatiga? Masalan, o'sha ochiq suv havzalari bo'lsa, u ko'tariladigan qum tuzlar bu suv manbalariga ham tushadi. Albatta undan insonlarga ta'sir qiladi. Endi u yerda ko'p mana filtrlar qo'yilgan, suvni tozalaydigan, undan tashqari ichimlik suvi olib borilgan o'sha Mo'ynoq shahri avtomobil yo'li bo'yida kanal qurib nima qilingan, aholi mana shu toza ichimlik suvidan foydalanadi. Endi ana shu Orol masalasida hali ham e'tiborga olinmagan qanday xavotirli signallar bor deb o'ylaysiz? Mana oxirgi 4-5 yil ichida biz u yerda qariyb 2 million gektarga yaqin o'rmon ekishni bajardik. Mana endi hozirgi kunda eng og'ir joylari qolgan, o'rmonlashtirilmagan, o'sha yaqinda qurigan, dengiz yaqinda ketgan, sho'r bo'lib turgan joylar. Hozir botqoqlangan holda turibdi. Yaqinda suv qurigan U yerga hech narsa ekib ham bo'lmaydi. Yo'q, u yerda bo'lmaydi. Endi 5-10 yil o'tgan vaqt o'tgan joylarda ham kuchli sho'rlangan yerlar bor. U yerda biz nima ish qilamiz? Mana yangi innovatsion texnologiya o'rmon barpo qilish uchun biz birinchi navbatda kichkina kanalcha ariq qaziymiz va bu yerga qum to'planadi, toza qum to'planadi. Keyin mana shu to'plangan qumga saksovulli urug'i ko'chati ekiladi. Biz shunday borib uni eksak ko'karmaydi. Bu o'ziga xos juda mashaqqatli ish, o'rmonchilarning ishi. O'shaning uchun biz 1 yil oldin yerni haydab qum to'playdigan egat deydi. Mana shunga qum to'planadi. Ayrimlariga 5-6 oy davomida, ayrimlari 1 yil davomida qum to'plangandan keyin mana shu yerda bahorda yoki kuzda ko'chat ekiladi, urug' sepiladi va shu tariqa bu yerda o'rmon hosil bo'ladi. Endi yana kuchli sho'rlangan yerlarda biz yangi o'simlik turi, qoraburoq degan o'simlik turini nima qildik? U sho'rga o'ta kuchli, chidamli, u sho'rda yaxshi o'sadi, sho'rni o'ziga tortib oladi. Qurigandan keyin u chorvaga oziqa manbai bo'lib xizmat qiladi. Yulg'un ekyapmiz. Yulg'unning bitta chiroyli jihati, u juda chiroyli gullaydi. Sho'rga chidamli, o'sha qum ko'chishini oldini oladi. Ayrim yerlarda tuproq beti qattiq, u yerda urug' sepsangiz ko'karmaydi. Mana bu joylarda biz ko'chat ekamiz. Saksovulli ko'chati yo'q boshqa cho'l o'simligining ko'chatini. Hozir shu kecha kunduzda ham har yili 100 ming gektarda o'rmon ekish rejamiz bor. Jami mana shu mintaqada 200 ming gektar har yili o'rmon ekish ishlarini bajaramiz. Va siz aytdingiz, qanday yana muammoli deb. O'sha Orolga suv qoldig'i yaqin bo'lgan joylarda kuchli sho'rlangan yerlar bor. Mana shu yerda innovatsion texnologiyalarni qo'llab o'rmonlashtirish ishlarini bajarishga kirishganmiz hozir. To'ldirib ketaman. Shu kelajakda aynan hozir yashil qoplamalar barpo etilgan hududlarda yangi yaylovzorlar barpo qilish rejalarimiz borda. Mahalliy aholini chorvachilikda rivojlantirish, oziqa manbaini ko'paytirish masalalari biz rejalarimizda bor. Kelajakda aytaylik, yangi ekilgan o'sha nihollarimiz, cho'l o'simliklarimiz ko'paygandan keyin aynan ularda taglarida tuproq massasi hosil bo'ladi, ozgina namlik miqdori hosil bo'ladi va biz o'sha cho'l qurg'oqchilikka chidamli yaylov cho'l o'simliklarini barpo qilib, yaylovzorlar barpo qilish niyatlarimiz ham bor. Orol halokati bilan bog'liq bo'lgan muammolar sanab o'tildi. Keng ko'lamli fojiaga qaramay, bugungi kunda albatta hududni qayta tiklash, Orol bo'yi hududini, atrof muhitini asrash, ya'ni asrab qolish va moslashtirish ishlari bo'yicha o'nlab loyihalar amalga oshirilyapti. Keling, hozir navbatda ana shu qilinayotgan ishlar va kelajakda qilinishi rejalashtirilayotgan ishlarga to'xtalsak. Xo'p, ushbu hududda qanday ekologik loyihalar amalga oshirilyapti? Qaysi tashabbuslar o'z mahsulini beryapti deya olamiz? Misol uchun siz mana saksovul ekish haqida gapirdingiz. Ekologiya vazirligi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi doirasida Orol bo'yi mintaqasidagi ekologik muhitni yaxshilash va o'sha yerdagi aholini turmush tarzini qo'llab-quvvatlash bo'yicha loyiha boshlangan. Bu o'sha degradatsiyaga uchragan hududlarda yerlarni neytral holatga keltirish bo'yicha kichik bir loyihani amalga oshiriladi. Masalan, shu loyiha doirasida o'sha Mo'ynoq tumanida o'rmon xo'jaligi tutash yer bor. Qiziljar degan qishloq. Bu yil bahorda masalan 5 gektar o'rik bog'i tashkil qildik. Chunki u yerlarda ilgari bir paytlar bog'lar, boshqa gullagan diyor bo'lgan, lekin hozirgi kunda hech narsa yo'q. Maqsad mana shu sharoitda o'shani moslashtirish va keyin yana qishloq xo'jaligi ekinlarini ekib, aholini oziq-ovqat mahsulotiga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsad qilib qo'yganmiz va undan tashqari mana
4 ta tuman pilot sifatida qabul qilib olingan. Bu Mo'ynoq tumani bilan Amudaryo tumani, Buxoro viloyatida Qorako'l bilan Olot tumanlari olingan va bu hududlarda ham yerlar kuchli darajada sho'rlangan. Qurg'oqchilik natijasida cho'llanish jarayoni kechayotgan yerlar bor. Mana o'sha loyiha tavsiyasiga asosan Olot tumanida 40 ming gektar maydonda saksovulzorlar ekildi. Hozir natija yaxshi, ko'karish yaxshi. O'sha dengiz ko'l atrofida. Endi hozir shu kecha kunduzda Yevropa iqtisodiy bankidan investitsiya olish maqsadida bir loyiha ishlab chiqyapmiz. Endi kelgusida bajariladi. Hozir tayyorgarlik ishlari ketyapti. Mana shu yerda nima ish qilish kerakligi aynan bu Qoraqalpog'iston regioni bo'yicha tanlab olingan. U yerda biz asosiy e'tibori bir paytlar o'sha qishloq xo'jaligi ekinlari ekib foydalanib kelingan yerlar hozirgi kunda tashlandiq holatga kelgan. Shu yerning sharoitiga mos bo'lgan mevali daraxtlarni ekib foydalanish bo'yicha imtiyozli kredit berish, xalqqa shuni ko'rsatish bo'yicha loyiha takliflari ishlab chiqilmoqda. Kelasi yilga amalga oshadigan ish. Qolaversa, prezidentimizning bir yaxshi nimalari bor. Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbaridan turib rezolyutsiya qabul qilish bo'yicha 12 marta taklif kiritdilar. Deyarli hammasi ekologiya taalluqli masalalar. 2026-2035-yillarni barqaror o'rmon boshqaruvi dekadasi deb 10 yillikni nima qildi? Buni 80 dan ortiq mamlakat qo'llab-quvvatladi va shu rezolyutsiya qabul qilindi. Undan tashqari mana 2021-yilda Orolbo'yi hududini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi deb e'lon qilinishi ham mana shu mintaqaga ko'plab loyihalarni jalb qilish kerakligini, har qanday loyiha takliflari qo'llab-quvvatlanishi shu rezolyutsiyada ta'kidlab o'tilgan. Bundan tashqari Fransiya taraqqiyot agentligi hamda Yevropa investitsion banki ko'magida katta mablag', ya'ni investitsiyalar kiritish masalasi hozir muhokama qilinyapti. Texnik iqtisodiy asoslar ishlab chiqish ustida ishlar olib borilmoqda. Qolaversa, Birlashgan Millatlar Tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti hamkorligida Ekologiya vazirligi tomonidan O'zbekistonda qurg'oqchilikka uchragan ekotizimlardagi o'rmonlar va yaylovlarni barqaror boshqarish loyihasi amalga oshirilib kelinmoqda. Aynan bu Orolbo'yi mintaqasi hududiga kiruvchi Buxoro va Navoiy viloyatlari hududiga to'g'ri keladi. Degradatsiyaga uchragan yerlarni tiklash masalasi qo'yilgan. Bundan tashqari aholini keng jalb qilish, asalarichilik, sutlarni qayta ishlash bo'yicha kichik texnologiyalarni olib berib, ularni turmush darajasini oshirish maqsad qilib olingan. Yana bir loyiha, yana o'sha FAO tashkiloti bilan amalga oshirilyapti. Bu O'zbekistonda oziq-ovqat tizimlarida yerdan foydalanish va qayta tiklashga ta'sirini baholash dasturi degan loyiha. Aynan bu loyiha ham Orolbo'yi mintaqasi, ya'ni Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati hamda Qashqadaryo viloyatlari 3 ta hududda amalga oshiriladi. Bu natijasida degradatsiyaga uchragan hududlar, landshaftlarni tiklash bo'yicha ishlar amalga oshiriladi loyiha doirasida. To'g'ri, mana hozir bir qator tashkilotlar, aynan xalqaro tashkilotlar ko'magida amalga oshirilayotgan loyihalar haqida gapirib o'tildi. Umuman bu loyihalarni amalga oshirishda bevosita albatta juda katta pul mablag'lari jalb etiladi. Shu o'rinda savol paydo bo'ladi. Bu mablag'larni biz ertaga qanday qaytaramiz? Qanday majburiyatni bo'ynimizga olganmiz? Qaytarish majburiyatimi yoki boshqa shartlari bormi? To'g'ri savol berdingiz. Bizda asosan xalqaro tashkilotlar bilan shartnomalar qilinganda asosiy urg'u iqtisodiy, ijtimoiy hamda ekologik og'ir hududlarda texnik ko'mak, grant mablag'lar asosida yordam berishga ko'proq harakat qilishadi. Qayd etilgan loyihalarimiz asosan o'sha grant loyihalari hisoblanadi. Bitta loyihamiz borki, ya'ni kelajakda ishlaymiz dedik. Ya'ni bu grant loyihasi emas, bu investitsiya loyihasi, ya'ni bu imtiyozli kredit asosida beriladi. Grant loyihalarini ham bajarishda qandaydir bir shartlar bormi? Ular tomonidan qo'yilgan shartlar, ya'ni biz bajarishimiz kerak bo'lgan. Grant loyihalari ham bu ko'proq o'sha namunaviy uchastkalar tashkil qilish, aholini o'rgatish. Masalan, Mo'ynoq tumanida qilinayotgan ish, biz 5 gektarda shu yerda namunali bog' tashkil qildik. Mana shu bog' orqali shu yerda yashovchi mahalliy aholiga biz shu ishlarni qildik, mana buni davom ettirsa bo'ladi degan bir ko'rsatish. Mana endi bu bilan to'xtamaymiz. Yana bu yilga reja qilib qo'yganmiz. Shu yerda Qozoqdaryo degan qishloq fuqarolar yig'ini bor. Bu yerda ham mana shu bog' tashkil qilishni nazarda tutganmiz. Bundan tashqari Amudaryo tumanida kichkinagina bir bog' yaratdik. Yaylovlarni mahsuldorligini oshirish bo'yicha mana bu yilgi mavsumda ish amalga oshiriladi. Chorva mollarini yaylovlarda almashlab boqish bo'yicha ko'rsatmalar beriladi. Qanday qilganda biz yaylovning unumdorligidan ma'lum darajada foydalanamiz.
foydalanamiz. Unga zarar yetkazmagan holda. Keyin o'qishlar, treninglar tashkil qilinadi. Maqsad yerdan samarali foydalanish, uni barqaror boshqarishga o'rgatishdan iborat. Yana bir savol, mana nafaqat tabiatga, balki o'sha jabrlangan hudud aholisi hayotini yaxshilashga qaratilgan qanday loyihalar bor yana? O'sha urug' teradigan mavsumlari bor. O'sha paytlarda masalan aholini urug' terganiga manfaatdorlik qilish uchun pulini to'lab berdik. Endi bu ko'proq o'zimizning byudjet mablag'lari hisobidan bo'ldi. Lekin maqsad mana shu aholini ma'lum darajada ish bilan ta'minlash. Ko'pchilik mana 1 kilogramm urug'iga, seksonli urug'iga 15 mingdan pul to'landi. Aholi ko'plari yaxshi foydalandi bundan. Maqsad u urug'larni olib o'rmon xo'jaligiga berdi. O'rmon xo'jaligi ularni ekishga foydalandi. Bu o'sha xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan loyihalar doirasida mahalliy aholini jalb qilish, ularning daromadlarini oshirish masalalariga e'tibor beriladi. Mahalliy aholiga asalarini sotib olib beryapti-da, o'sha daromadini ko'paytirish, ya'ni o'shandan foydalansin. Chorvasi bor oilalarga sutni qayta ishlaydigan kichik apparatlar olib beryapmiz. Ya'ni bundan o'sha qaymoqni alohida oladi, smetana alohida oladi. Bu ham o'sha qo'shimcha daromad manbai hisoblanadi. O'sha aholiga loyihalar doirasida aholiga ko'nikmalar hosil qilish uchun yordam beriladi va bu albatta kelajakda mevasini beradi. Bu narsani o'sha aholi o'rganadi va aytaylik bir oila qilayotgan bo'lsa, yonida qo'shni oila ham buni ko'rib, bu ham qiziqish uyg'onadi unda. U ham daromad manbai bo'lgan aytaylik asalarichilik yoki boshqa sohani qilish, ya'ni o'sha bilan shug'ullanish ishlarini amalga oshiradi. Hudud degradatsiyasini to'xtatish bo'yicha yaqin yillarda yana qanday qo'shimcha yechimlarni amalga oshirish kerak deb o'ylaysiz? Bu hududdagi ekologik muvozanatni yaxshilash uchun o'rmonlashtirish ishlari birinchi galdagi vazifa. Undan tashqari yashil makon loyihasi doirasida aholi yashash hududlari atroflaridagi ochiq bo'sh yotgan maydonlarda yashil hududlar, turmush tarzini yaxshilash uchun, o'zini bir dam olish uchun yashil bog'lar tashkil qilinadi. Bu ishlar davom ettiriladi. Biz ilgari faqat o'rmonchilik, o'rmon barpo qilish bilan shug'ullanardik o'rmon fondi yerlarida. Endilikda bu vazifalarimiz ko'lami yanada kengaydi. Demak, shahar aholi yashash hududlarida ham ko'kalamzorlashtirish ishlarini bajarishda yordam ko'rsatiladi. Yashil hududlarni ko'paytirish bo'yicha ishlar olib boriladi. Hozirgi kunda ekologik vaziyatni birdan-bir yaxshilashning yo'li yashil maydonlarni ko'paytirish. O'sha prezidentimizni 2021-yili noyabr oyida Toshkentda so'zga chiqqanlarida ko'kalamzorlashtirish darajasi atigi 8% ekanligi. Buni 2030-yilgacha 30% ga chiqarish bo'yicha topshiriq berganlar. Mana hozirgi kunda 12% ga yetkazildi. Ayrim hududlarda odam hali qilingan ishlarni ko'rib ko'zi quvonadi. Bundan tashqari yana qo'shimcha qilib ketaman. Aynan o'sha yashillikni ko'paytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi bon chaqirig'i degan bir tashabbus bor. O'sha tashabbusda 500 ming gektar hududda o'rmonlarni tiklash majburiyatini olganmiz. Orolda qurilgan hududi misolida oladigan bo'lsak, albatta bu hattoki o'sha 3 barobar miqdorida biz bajarib bo'ldik. Mana hozir aytilyapti, yashil qoplamalar bilan qoplash, ko'plab ko'chatlar, yangi daraxtlar ekilyapti, deyilyapti. Buni natijasini, ya'ni haqiqiy yashil makonni biz qaysi davrda ko'ramiz? Deylik, shartli ravishda olaylik. 2030-yilda Orol, endi mavzuyimiz Orol mintaqasi bo'lgani uchun Orol mintaqasini qanday tasavvur qilyapsiz? Haqiqiy o'zgarishlar ro'y berishi mumkinmi mana shu davrga kelib? Men har yili shu o'rmonda qilingan ishlarning natijasini monitoring qilish uchun ishchi guruh tarkibida boraman. 20-30 ta odam, hamma olimlar jalb etiladi. Mana Ag'antay degan massiv bor, o'sha Orol dengizi qurigan hududda. Mana shu yerda o'rmonchilar tomonidan barpo qilingan o'rmonzorda hayvonot va hasharot turlarini 51 tasi aniqlandi. Ilgari yo'q edi bu narsalar. O'rmon barpo bo'lgani uchun mana shu yerda biologik xilma-xillik tiklandi va ekotizim tiklandi. O'sha ko'llar paydo bo'ldi, qamishzorlar paydo bo'ldi. Shu yerda o'rmon barpo bo'lgandan keyin hali barxan qumliklar ham sekin nivelirlashib borar ekan. Mana shu zoologiya institutining olimlari qatnashdi. Ular shu 51 ta hayvon va hasharotlar turi aniqlanib, shulardan 3 tasi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan. Bu demak, u yerda hayvonot dunyosi paydo bo'lgani, o'simlik dunyosi, rang-barang biologik xilma-xillik paydo bo'ladi. Chunki biologik xilma-xillikning paydo bo'lishi bu ekosistemaning tiklanishi degani. 6 million gektar bo'ladigan bo'lsa, shuni 3 million 200 ming gektari O'zbekiston hududida. Har yili biz 100 ming gektardan o'rmon barpo qilamiz. Mana shu ish yana davom etadi. Qayerlarda siyrak ko'kargan joy bo'lsa, biz uni yana qaytadan qo'shimcha ko'chat ekib to'ldirib
to'ldiramiz. Agar kuchli sho'rlangan yer bo'lsa, ana shu kuchli sho'rlangan yeri sharoitiga mos o'sha qora buroq o'simligi, yulg'un o'simligi ekiladi. Albatta oldingi dengiz o'rnidagidek bo'lmasa ham, lekin iqlim muhitni yaxshilashga bevosita hissa qo'shadi. Hojimurod aka, Sobitjon aka, bugun podkastimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetyapti va so'ngida keling qisqacha blitz so'roq o'tkazamizda. Men savol beraman, tez va iloji bo'lsa bir so'z yoki gap bilan javob bersangiz. Birinchi savol, Orolbo'yi mintaqasini bir so'z bilan ifodalang. Orolbo'yi mintaqasi ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududi. U yerda mana keyingi yillarda yangiliklar yoki bo'lsa qisqaroq. Rahmat. Keyingi savolim, agar sizda cheklanmagan imkoniyat bo'lganda Orolbo'yi hududida qanday loyihani amalga oshirgan bo'lar edingiz? Odamlarni jalb qilish maqsadida ekoturistik maskanlarni barpo qilaman. Rahmat. Ekologiyani anglash uchun har bir inson ko'rishi yoki idrok etishi bo'lgan vosita bu matba yoki vizual targ'ibot. Joyga borib vizual ko'rsa o'sha yaxshi. Chunki ko'pchilik joyga borib o'zini hissasini qo'shdi. O'zbekistonning istalgan hududini ko'kalamzorlashtirish imkoningiz bo'lganda qaysi hududni tanlagan bo'lar edingiz? Albatta birinchi navbatda Orolbo'yi mintaqasi. Atrof muhit muhofazasi bo'yicha bitta hukumat yondashuvini agar o'zgartirish imkoningiz bo'lganda qaysi qarorni yoki o'sha yondashuvni o'zgartirgan bo'lar edingiz? O'rmon xo'jaligini alohida tizim sifatida tashkil qilardim. Vazirlik darajasida. Tushunarli. Siz uchun cho'lni yashil makonga aylantirish iborasi nimani anglatadi? Yashillikni anglatadi. Rahmat, qiziqarli javoblar va suhbat uchun rahmat deymiz. Podkastning bugungi soni fojiaga qaramay, bugun Orol dengizi hududida nafaqat qum, balki yangi umidlar, yangi g'oyalar va hatto yangi yetakchilar paydo bo'layotganini ko'rsatdi. Mavzuga doir yoki atrof muhit bilan bog'liq bo'lgan savollaringiz yoki qiziqarli takliflaringiz bo'lsa, ekraningizda ko'rsatilgan Telegram bot orqali yo'llashingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.